Kuniga 1 milliondan 2 million so'mgacha daromad keltiradigan tayyor biznes qidirib yurgan okaxonlar uchun mana sizlarga tayyor biznes. Qanday qilib deysizmi? Keling, shu mini ekskavatorni bizdan xarid qiling. Qolganini video davomida tushuntiraman. Videoning oxirida narxini aytaman. Assalomu alaykum hurmatli YouTube foydalanuvchilari. Xo'p, bu mini ekskavatorimiz qanday qilib 2 million so'mgacha daromad keltiradi? Bu mini ekskavatorimiz bilan o'zini komplekt ko'rishi bilan transhlen ko'ylasa bo'ladi. O'rtacha metrini 20 mingdan ko'ylagan taqdiringizda ham 100 metr 50 metr bemalol 1 soat 1,5 soatda ko'ylasa bo'ladi. Bundan tashqari buni alohida nasatkalari bor, 4 xil 5 xil. Shulardan bittasi adboniga, katta ekskavatorlar kira olmaydigan joylarga bular bemalol kiradi. Katta betonlarni, mayda betonlarni, ariqlarni o'rnini bemalol qo'yla oladi, buza oladi eski betonlarni. Bundan tashqari farmasi bor. Har yili bahorda, kuzda ko'chatni o'rnini qo'ylasangiz, unda ham misol uchun ko'chatni o'rnini qo'ylash donasini 10 mingdan qo'ylasangiz ham bir kunda bemalol 1000 ta ko'chat o'rnini qo'ylasa bo'ladi. Hop, bu mini ekskavatorimiz juda ham ekonom, salarkaga ishlaydi. Soatiga 1 litr rasxod qiladi. Mini ekskavatorimizda juda ham qulayli taraflari bor. Undan tashqari bundan oldingi videolarimizga ham qo'yganmiz. Mini ekskavatorimizda ishingiz cho'zilib ketadigan bo'lsa, tunda ham ishlasa bo'ladi. Mini projektorlari bor. Bu mini ekskavatorimiz 8 ta ot kuchli, 1 litr rasxod qiladi soatiga. Bundan kattarog'i bormi deganlarga 12 ta, 16 ta ot kuchlilari bor. Bularning obzori kerak bo'lsa, profilga o'tib, bemalol bundan oldingi videomizga joylaganmiz. Xo'p, buni garantiyasi qanaqa deganlarga 1 yil servis garantiyasi. Servisimiz faqat Namangan shahrida. Xo'p, deylo Samarqand yoki boshqa viloyatlarga oladigan bo'lsangiz, qandoq shu yoqdan bu yoqqa olib kelamanmi deganlarga, buni kattasini tuzatadigan ustalari bemalol buni ham tuzata oladi. Chunki deyarli ichida farqi yo'q. Kattasi ham bu ham bir xil. Zapchastlarchi deganlar uchun zapchastlar 100% bizda bor. Gushenitsasi uzilib yoki yeyilib tugab qoladigan bo'lsa, gushenitsalari ham bor. Xo'p, buni narxiga to'xtaladigan bo'lsak, buni narxi, Samsungimizning narxi $4500, nasatkalari bilan $5700 ozmoz o'tib beramiz. Bo'lar.